Assalomu alaykum, hurmatli saboqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz arab tili tarjima darsimizning 6-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda kitobimizning 2-bobini boshlaymiz. Hamda kitobimizning 2-bobida asosliq so'zlanadigan mazmunlar amaliy tarjima o'rnaklari bo'ladi. Biz oldi bilan tarjima prinsiplarini qisqa so'zlab o'tib ketamiz. Hamda tarjima prinsiplari birinchidan tarjimada asli avtorning fikrini to'liq ifodalashga kafolatlik qilish kerak. Tarjimani tushunishli qildim, adabiy qildim deb avtorning fikrini kamtik ifodalab qo'ysak yoki xato ifodalab qo'ysak bo'lmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, tarjima asli tekstga, asli maqolaga o'xshash ravon bo'lishi kerak. Hatto ba'zida bu tarjima asar ekanligini bilmaydigan darajada ravon bo'lishi kerak. Üçüncüsü, tercümeninki şerhi bulup qilishdan saqlanish kerak. Ya'ni tushunishli tarjima qildim deb bir betlik narsani 3 betga kengaytirib o'tishga bo'lmaydi. Bu vaqtda bu tarjima sharhi bo'lib qoladi. To'rtinchisi, ham tarjimaninki tushunishli bo'lishi bilan birga asli qiyofatni saqlashga ahamiyat berish deydi. Asli qiyofatni saqlash. Ya'ni asli maqolning qiyofati qaysi xil shaklda bo'lsa, tarjimaning qiyofati mo shu xil shaklda bo'lishi kerak. Buni biz amaliy tarjimada taxmin tushuntirib qo'yamiz. 5-dan, hamda tarjima qilmoqchi bo'lgan asarda bir so'z bor. Shu so'z bizning tilimizda bor. Demak, ikki so'zda, ikki tilda o'rtaq so'z bo'lib qolsa, uningga ayrim ma'noda so'z ekanmi, shu so'zni o'zini ishiltish bu tarjima prinsiplaridagi bir qoida. Hamda bu tarjima prinsiplari bizning to'rlarda taqilgan Tercüme nazariyasi degan kitobdan elindi. Bu yerga shu bo'yicha naql qilindi. Endi biz bu 2-bobda, darsimizning 2-bobida tercüme o'rnaklarini o'qiymiz dedik. Nimaning tercüme o'rnaklarini o'qiymiz deganda, birinchi qilib biz oldi bilan qisqa jumlalardan boshlaymiz. Undan keyin hikmatli so'zlarni o'qiymiz, tercüme o'rnaklarini. Undan keyin biz xabar tercüme o'rnaklarini o'qiymiz. Undan keyin she'r tercüme o'rnaklarini o'qiymiz. Undan keyin hadis tercüme o'rnaklarini o'qiymiz. Bu shu bo'yicha tadrijiy ma'noda. Hamda bizning bugun birinchi o'qimoqchi bo'lgan tarjima o'rnakimiz Laysa alayka is'adul jami' walakin alayka alla tu'ziya ahadan. Hamda biz buni birlikda tarjima qilamiz. Oldi bilan diqqat qilinglar. Biz bu jumla qanday tarjima qilamiz? Oldi bilan biz tarjima qilish ilgari jumlalik so'zning hammasining ma'nosini bilishimiz kerak. Qarab boqaylik. Laysa degan gap emas. Alayka sana. Hozir qada biz o'rgangan ma'no shunday-ku. İs'adul cemi' is'ad baxtliq qilish al cemi' hammani walakin lekin alayka sana alla tu'diya aziyat bermaslik ahadin hech bir kishiga. Demak, har bir so'zning ma'nosini bilgandan keyin buning tarjimasini biz tushundik. Endi biz buni adabiy tilda bog'lasak bo'ladi. Nima deymiz? Emas sana hammani baxtliq qilish, ya'ni hammani baxtli qilishing kerak emas, lekin hech bir kishiga aziyat bermasliging kerak. Endi biz böyle kerak degan gaplardan chiqardik. Alayk. Alaykning nima ma'nosi bor deganda men yuqorida berdim. Alaykninki ala bilan ulashib, qandaqa damir ulashib kelsin, mayli alayka bo'lsin, mayli alaykum bo'lsin, mayli alaykunna bo'lsin, buning birinchidan sana degan ma'nosi bor. Sallamtu alayk deganga o'xshagan. Ikkinchisi ustingda degan ma'nosi bor. Masalan, alayka haqqu akhik, sening ustingda qarindishingning haqqi bor deganga o'xshagan. Uchinchisi kerak degan ma'nosi bor. Mana hozir biroz qurashtirish uchun kerak degan tarjimasini berdim. To'rtinchisi majburiyating bor degan tarjimasi bor. Demak, mushu ma'noning qaysi masga kelsa shuni qo'ysak bo'ladi. Masalan, buni so'z ma'nosini tarjima qilib bo'ldik. Ikkinchidan biroz bog'lab tarjima qilib bo'ldik. Nima deb? Hamma odamni baxtli qilishing kerak emas, lekin hech kishiga aziyat bermasliging kerak. Endi buni biz bir qadam adabiylashtirsak, nima bo'ldi? Biz alayka bu yerda majburiyat degan ma'nosini bersak, majburiyating bor degan ma'noni bersak, laysa alayka is'adul jami'. Sening hamma odamni baxtli qilish majburiyating yo'q. Lekin alaykan la tu'zi ahadan. Hech kimga aziyat bermaslik majburiyating bor. Bu texnik bo'g'ini adabiy bo'g'ini. Hamma odamni baxtli qilish yoki xushal qilish, bu baxtli qilish degan cho'ng gap shunday-ku. Bak cho'ng gap, ammo xushal qilish deb olsak texnik adabiy chiqadi. Hamma odamni xushal qilish majburiyating yo'q, ammo hech kishiga aziyat bermaslik majburiyating bor deganga o'xshagan. Demak, bizning bu bugungi birinchi qisqa jumlada asosiy maqsad qilgan so'z qaysi deganda alaykning ma'nosi. Endi sizlar mushu bo'yicha
Tövendeki məşqni ölçənlik şəkildə tərcümə qılıb baxınlar. Məsələn, tərcümə qilishlərə yana diqqət qıladigan nöqtə al bilan cümlədəki tərkibidəki sözlərin mənasını bilishinglar kerak. Hər xil məna olub qalsa, onun hamısını zehningizə bir əkilishinglar kerak. Onundan keyin shu bo'yicha bağlaşdırıb bir qatim tərcümə qilsizlar. Bu yaman emas bağlaşıdı. Onundan keyin onu yana bir qatim ədəbiyyatlaşdırırsizlar, vaqtda texam ommaboplashidu. Shu bo'yicha tərcümə qilsizlar. Bugungi darsimizning ikkinchi tercüme örneği El-aqilu iza akhta'a yetaassaf vel-ahmaqu iza akhta'a yetefelsef deydi. El-aqil yani mu aqil. Biz bunca qo'ygan shunago. Iza bu bir vaqt ravishi shunago shart ma'nosidagi vaqt ravishi. Iza akhta'a xatolashqa vaqtda yoki xatolashsa yetaassaf afsunudu. Aqil xatolashsa qanday bo'ldi? Afsunudu. Vel ahmaq, ahmaq, ahmaq deganning arab tilidagi, Uyg'ur tilimizda ahmaq, yana nadan degan ma'nosi bor. Ingilisda kam aql degan ma'nosi bor. Ahmaq agar xatolasa falsafa so'zlaydi. Demak, bu so'zmi so'z tarjimasi bo'ldi endi. Shundaqmi? Endi buni bir oz bog'lashtirsak nima bo'ladi? Aqlli kishi xatolasa afsunudi. Ahmaqning 3 xil ma'nosi deb berdim. Birisi ahmaq, ikkinchisi nadan, uchinchisi kamaqil. Qaysi mas keldi? Bununla qarama-qarshi shaklda aql, aqlli kishi bo'lgandan keyin kamaqil degan texim mas keldi. Kamaqil xatolasa falsafa so'zlaydi. Masalan, aqlli kishi xatolasa afsunudi va ahmaq kishi xatolasa falsafa so'zlaydi. Endi buni eng yuqori shaklda bir adabiylashtirib baqsaq nima bo'ldi? Aql xatolashganda afsunudi, kamaqil xatolashganda falsafa so'zlaydi. Aql bizning Uyg'ur tilimizning boshunaqo. Demak, mushu bo'yicha qadam-qadam qanday qilamiz? Ommaboplaştırırız, ədəbiləşdiririz. Bu, şu tərcümə qo'yucuninki ədəbi quvvatiga bog'liq masala. Endi shu bo'yicha tövəndəki məşqni sizlar tərcümə qilsizlar, bu sizlarga topshiriq. Endi bugungi darsimizning 3-cü cümləsi "Indama yafhamukal akharun bi tariqatin khati'a fala tata'af nafsaka bit-tabrir" deydi. Indama deganning ma'nosi va men yuqorida berdim. Indama bu bir ravish, vaqt va o'rin ravish olib keladi. Bu yanida, qishida, nazrida, qarshida degan mushkil ma'nolar beriladi. Yanida, qishida, qarshida, nazrida degan. Indama yafhamukal akharun. Indama vaqtda shunaqo yafhamuka tushungan, tushunadi seni al-akharun boshqalar bi tariqa yo'l bilan xatiya, xata, fa belki bağlash uchun kelgan. Qanaqama fala tata'ab charchatma nafsaka o'zingni bit-tabrir. Tabrir degan nima? Oqlash degan gap. Oqlash bilan. Bu so'zma-so'z tarjimasi bo'ldi. Endi buni bir oz bog'lashtirsak, boshqalar seni qanday qilgan vaqtda, xata tushungan vaqtda o'zingni oqlash bilan charchatma. Bu bir oz qanday qilgan bo'ldi? Bağlaşqan bo'ldi. Masalan, boshqasi xato tushungan vaqtda o'zingni aqlayman deb, avara bo'lma, o'zingni charchatma degan gap, avara bo'lma. Buni eng adabiylashtirsak nima bo'ldi? Boshqalar seni xato tushunib olganda o'zingni aqlab yurma. Bu texim nima qilgani ommaviylashqani. Demak, tarjimani ommaviylashtirish uchun qadam-qadam bir qatim tarjima qilib baqib, uni bir oz qap-qap, yana o'yinlab texim uni adabiylashtirib bo'ladi. Demak, tarjima uslubi mushu bo'yicha ma'noda sizlarga Muşununğa indi işletilgan cümleden məşq berildi. Şunu şu bo'yicha tərcümə qilasizlar. Tövəndəki məşqni sizlar tərcümə qilasizlar. Unda bo'lsa vaqtdaşlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت